2024-yilning noyabr oyida o'tkazilgan Amerika prezidentligiga saylovlarda Donald Trump yana siyosat maydoniga qaytdi va u o'z saylovoldi dasturida men faoliyatimga qaytgan kunim Rossiya Ukraina urushini to'xtataman degan edi. 2025-yilning boshidan hisoblaganda ham 6 oy o'tdiki, urush to'xtamay Yaqin Sharqdagi muammolar avj olmoqda. Dastlab tinchlik elchisi deb ta'riflangan Trumpga nisbatan Nyu-York ko'chalarida Trump urush jinoyatchisi degan namoyishlar boshlandi. Namoyishlarga 22-iyun kuni Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy havo kuchlari va dengiz floti Erondagi bir qancha yadroviy obyektlarga qarshi hujum uyushtirgani sabab bo'lgan. Ular orasida Fordo uran boyitish zavodi, Natanz yadroviy inshooti va Isfahon yadro texnologiyalari va tadqiqot markazi bor edi. Bu yadro inshootlari Erondagi eng muhim uran boyitish markazlaridan edi. Bu voqea 13-iyunda boshlangan Isroilning Eronga qarshi harbiy amaliyoti va Eronning Isroilga javobi zarbalari fonida yuz berdi. Ushbu holat ko'pgina siyosatchilar tomonidan bu AQSh-Eron urushini tugatish emas, balki 46 yillik urushda yangi sahifa ochish mumkin deb ta'kidlanmoqda. Shuningdek, Yaqin Sharqdagi keskin vaziyatlardan dunyoning yetakchi davlatlari ham xavotirda ekanini ma'lum qilgan. Jumladan, Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Lammy Twitter'dagi postida Eronni o'zini tutib turishga va bu inqirozni tugatish uchun diplomatik yechim topishga chaqirdi va Buyuk Britaniya AQSh zarbalariga aloqador emasligini ta'kidladi. Bosh vazir Keir Starmer avvalroq Eronni AQSh zarbalaridan keyin muzokaralar stoliga qaytishga chaqirib, Eronning yadroviy dasturini xalqaro xavfsizlikka jiddiy tahdid deb atagan edi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Fransiya AQShning bir kechada bergan zarbalarini xavotir bilan ko'rganini va unda ishtirok etmaganini aytdi. Fransiya Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishiga bir necha bor qarshiligini bildirgan. Fransiya bu masalani doimiy hal qilish uchun yadro qurollarini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnoma doirasida muzokaralar yo'li bilan hal etish zarurligiga ishonch komil deb davom etdi u. U o'z hamkorlari bilan hamkorlikda bunga hissa qo'shishga tayyor. Germaniya hukumat matbuot kotibining aytishicha, Eron yadroviy maydonlariga AQSh bombalari tashlanganidan keyin Germaniya vazirlar mahkamasi yig'ilgan. Germaniya Eronni AQSh va Isroil bilan muzokaralar olib borishga va mojarolarni diplomatik yo'l bilan hal qilishga chaqirganini takrorladi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi vakili Xitoy AQShning Eronga hujumini va Xalqaro atom energiyasi agentligi nazoratidagi yadroviy inshootlarni keskin qoralaydi. AQShning bu harakati Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomi va xalqaro huquqning maqsad va tamoyillarini jiddiy ravishda buzadi hamda Yaqin Sharqdagi keskinlikni kuchaytiradi dedi. Yevropa komissiyasi prezidenti barqarorlik ustuvor bo'lishi kerakligi, xalqaro huquqni hurmat qilish juda muhimligini, Eron uchun ishonchli diplomatik yechimga intilish vaqti kelganligini ta'kidlagan. Yevropa kengashi prezidenti Yaqin Sharqdagi muammolardan qattiq xavotirda ekanini aytdi. Yaqin Sharqda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlashning yagona yo'li diplomatiya bo'lib qolmoqda. Shuningdek, juda ko'p tinch aholi keskinlashuv qurboni bo'lishini ham ta'kidlagan. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston Yaqin Sharqdagi vaziyatning shiddat bilan keskinlashayotganidan qattiq xavotirda ekanini bildirgan. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston fuqarolaridan Eron va Isroilga safar qilishdan tiyilishi, u yerda bo'lgan fuqarolardan esa imkon boricha xavfsiz hududlarga chiqib ketishlarini so'ramoqda. Shuningdek, Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham Ukraina urushi va Yaqin Sharqdagi mojarolar 3-jahon urushiga aylanib ketishidan xavotirda ekanini bildirgan.